Gohida ba'zi bir odamlarning ibodati bor, lekin tili bilan, yomon fe'li bilan o'z yaqinlariga, qadrdonlariga ozor beradi. Do'stiga qattiq gapiradi, qo'shnisiga qattiq gapiradi, keliniga ozor beradi, ayoliga ozor beradi. U ozor joniga ozor berish shart emas. Bizni yomon qattiq dag'al gapimizdan ham ozor chekadi. Payg'ambarimiz alayhissalom bir g'azotning so'ngida o'ljalarni taqsim qila boshladilar. Shunda bir odam adolatli taqsim bo'lmadi dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh taolo Musa alayhissalomga shunday azorlarni boshiga solgan, lekin Musa qavmidan bo'lgan bu azorlarga sabr qildi dedilar. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qilgan ishlariga norozilik, ya'ni noo'rin norozilikni o'zlariga azor sifatida ko'rdilar. Bir odam yaxshi ish qilib turibdi, lekin shu ishni boshqacha talqin qilish bu ham azor. Eng katta azor bu tildan bo'ladigan azor. Haqiqiy musulmon tilidan, qo'lidan o'zgalar azor ko'rmasa, mana bu haqiqiy musulmon. E'tibor bering, qo'ldan oldin tilni keltirilyapti. Qo'lning azori bitta odam, ikkita odamga azor berishingiz mumkin. Lekin til bilan odam jamiyatni buzib yuboradi. Oilalar buzilib ketadi. Tilning azorining ko'lami keng azizlar. Mo'min odam, musulmon odam mana shu ibodati bor, Allohdan umidi bor odam mana shu e'tiqodda bo'lish kerak. Hech kimga hech qachon azor bermaslik. Bizga birov azor bersa, azor berishimiz kerakmi, yo'qmi? Yo'q, shunda ham azor bermasligimiz kerak.